Bu ruchka inson deb tasavvur qilamiz. Buni ichidagi pastasini yurak deb olamiz. Uni ichidagi siyohini so'zlar deb olamiz. Agar men mana bu shaklda isrof qilib yozsam, har qanday sog'lom odam vol qilding deydi, to'g'rimi? Lekin men chiroyli nimadir yozsam, manfaatli bo'ladi, to'g'rimi? Buni manfaat yo'lida ishlatishim mumkin. Shunday ekan, qizlar ham, o'g'il bolalar ham, umuman barchamiz so'zlarimizni ehtiyot bo'lib ishlatishimiz kerak. Uni uvol qilish ham kerak emas yoki qizg'anchiqlik qilib, yopib, ichiga solib, olib qo'yish ham kerak emas. O'rinli o'rinda, go'zal shaklda ishlatish kerak har bir so'zni, toki agar ruchkaning pastasi tugab qolsa, u yozmay qoladi, to'g'rimi? Yurakning ham madori tugab qoladi agar deb so'zlar uvol bo'laversa. Shu sabab umring davomida so'zlaringni chiroyli shaklda ishlat. Zotan har bir so'zing uchun Alloh taoloning huzurida javob berasan.